Men bu obunachilar degani internetda bolalar bor. Ular ora-orada "Aziz aka, meni nomimdan non oling, meni nomimdan go'sht oling" deydi. O'shadan duo qiling, menga yeyishasa kerak emas. Hammalaringni Alloh o'z panohida asrasin. Hamisha sog' salomat, umrlaring uzoq rizq bilan ota-onalar. Vatanimiz muhimi tinch bo'lsin. Tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Prezidentimiz boshi omon bo'lsin. Omon bo'lsin ilohim. Sizlar Duo bilan hisob-kitob bilan. Ha. Yana kim? Siz kimsiz? Oyizlar bilan keldingizmi? Qani oyizlar? Sizmi? Ha, Oqqo'rg'ondanmisizlar? Baraka topsin. Bitta korobka, bitta sumka, mana misol uchun mana bitta korobka, bitta sumka bu bitta opamizga. Ha, bu bitta opamizga. Bunisi deylik ikkinchi opamizga. Ha, qaranglar, biz hammasini предусмотреть qilganmiz, ya'ni hammasini hisobini oldik. Chunki bu degani erta avtobus jo'natdik va avtobusimiz mana turibdi. Hozir shuncha mehnat qildinglar, bularni og'ir ko'tarmaysizlar. Sizlarning hammanglarning hisobinglar bizda bor. Ukalarimiz hozir bitta papa-mama qilib, para qilib avtobusga ortadi. Qani amin. Boringlarga shukr. Vatanimiz tinch bo'lsin, qabristonlarimiz obod bo'lsin, ko'chalarimiz gullab yashnasin. Allohu akbar. Rahmat. Mandaqalar ko'paymasin.